18 yoshdan 35 yoshgacha bo'lgan yoshlarni Alisher Navoiy nomidagi Milliy kutubxonasi tomonidan Yosh kutubxonachilar Respublika ilmiy-amaliy forumiga sizni taklif qilamiz. Har bir kitob yangi g'oya, har bir kutubxonachi esa bilim va ma'rifat elchisidir. Endi esa ana shu fidoyi, izlanuvchan va tashabbuskor yoshlar bir maydonda jam bo'ladi. Yosh kutubxonachilar forumi bu tajriba almashish, zamonaviy g'oyalarni muhokama qilish, yangi loyihalarni yaratish, kasbiy mahoratni oshirish uchun imkoniyatdir. Sizni ilhomlantiruvchi uchrashuvlar, tajribali mutaxassislarning mahoratli darslari, treninglar, innovatsion loyihalar, qiziqarli muloqotlar va unutilmas taassurotlar kutmoqda. Kelajak kutubxonasini bugun birgalikda yarataylik. Agar siz bilimga, innovatsiyaga va rivojlanishga intiladigan yosh kutubxonachi bo'lsangiz, bu forum aynan siz uchun. Yosh kutubxonachilar forumi g'oyalar uchrashadigan, hamkorlik boshlanadigan va kelajak bunyod etiladigan maydon. Bugunoq Yosh kutubxonachilar forumiga qatnashing va kelajagingizni bugundan boshlang. Bizga qo'shiling. Birgalikda kutubxonalar kelajagini yarataylik.